Leksiyalarımızı davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşlar. Bugün Çislağ 2020 yıl 11. ayının 8. günü yakşembe. Bu leksiya bek uzun bop ketdi. Sebep mavzular qarasanız bir-biriga münasibetlik bop qaldı hazırkı vaziyetler vatandaş. Bunu ayrım aldı senzorlap özünüz tahlil qilib olasiz yoki selishtirib tahlil qilasiz. Ben bunu da üzembe hayran kaldım. Nemiş 8 gün kechikib qoldim. Hozir üzemni ayblayaptim, üzemni so'rayapman ben. Mike Pompeo ziyorat qildi degan gap Shanxayni. Mushundaq jiddiy bir paytda vaziyat jiddiyligini qo'yib turayli. Ichki davlat munosabatini qo'yib turayli. Amerikada saylam bo'layotgan. Davomini anglaysiz vatandoshlar. Amerika Jungo munosabati mushundaq tugidavi yo'q bo'pti. 10. ayının 26. günü, bu insanlarda var 10. ayının 26. günü ben sizlere 3 noktada xulosalab analiz qilgan edim. 10. ayının 26. günü Tayvan'daki Sayyimin'in sözü. 10. ayının 26. günü Beijing'de 5. növbet umum yığınının açılışı. 10. ayının 26. günü Amerika'da demişti. Bir iş bulgan edi. Geçirenler unuttu mu? 10. ayının 26. günü Amerika Qo'shma Shtatları, Hindiston mudofaa xarakterli harbiy kelishim imzol. Mushlarni qator so'zlab kelgan edik. Endi yana shuning qaytdik degandek, yoki shuni yaqinlab keldik. 10. ayının 26. günü Rossiya sun'iy amri agentlik xabar qilib bundoq dedi. Prezident Trump davlat ichida saylam raqobatiga oldirab turgan bir chaqda Devlet İşler Katı Mike Pompeo dünyada börkütke okşaş uçup yürüydü. Devlet İşler Katı Mike Pompeo Kore'ni, Japonya'ni, Mongoliyani ziyaret kılman degan edi. Lekin onun Mongoliyani ziyaret kılgan maxsus aeroplanının Jungo'nun hava boşluğundan uçup ötüşü rad kılındı. Qo'rq gap. Sen Amerika uçup ütümendisi rad qil qo'rq gap. Ben başta aytdim ki ben bunda gaplarga ishonmayman. Rad qilindi. Jungo hava boshlig'idan uçup o'tish mumkin bo'lmay. Davlat ishlar kotibi faqat Yaponiyani ziyorat qildi. Mongoliyani ziyorat qilishdan voz kechdi. Bu xabar Jungo matbuotida va torbatlarda keng ko'lamda xabar qilindi. Bu xabarlarda bir ma'no xabar qilindi. Davlat ishlar Mike Pompeo yangi temir parda nutqini so'zlaganda Amerika Jungo munosabatini uzil kesal qarma-qarshi maydonga qo'ygan edi. Tarafni rag'batlantirib, shuningdek keyin Jungoga qarshi dunyoviy ittifoq qurib chiqqan edi. Mongoliyani ziyorat qilish maqsadi shuning bilan o'xshash edi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo ziyorat qilib qayerga bo'lsa, Jungoni bulonchi deb ta'rifladi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning Osiyo ziyarati oxirlashadigan paytlarda tuyuqsiz Vyetnamni ziyorat qilib, Jungoga qarshi turadigan kuch tayyorlamoqchi bo'ldi. Vyetnamda boshqa davlatlarni ziyorat qilganda Jungoga qarshi turgandek qarshi turmadi. 10. ayının 28-29 kunlari Jungo Amerika ichki davlat krizisi davrida aloqalashib xizmat gruppasining ekran yig'ini ochildi. Bunun ichki davlat 11. ayının o'ttirildi Amerika Jungo. İchki davlat 11. ayının o'ttirildi ichki davlat armiyalari insonparvarlik yordami berib ofatdan qutuldirish muhokama yig'ini ochmoqchi bo'lyapti. Yil oxirida ichki davlat Amerika Jungo armiyalari harbiy ishlar bexatarligi muhokamasi ekran yig'ini ochmoqchi bo'lyapti. 10. ayının 20. günü Amerika Devlet Müdafaa Ministerligi yuqori qatlami Jungo Harbiy ishlar komiteti xalqaro harbiy hamkorlik ishxonasining rahbarlari bilan telefonda ko'rishgan edi. Ichki davlat munosabati va o'rtoq ko'ngil biladigan masalalar bo'yicha fikr almashtirgan. Shu chaqda ikki taraf
ikki taraf armiyalarining aloqalashib, ixtiloflarni tugatishiga qo'shilgan edi. O'rtaq manfaat sohasida hamkorlashganligini bildirgan. Bu yig'in ikki taraf xizmat gruppasining tunji qatimliq yig'ini edi. İki taraf kriz mezgilida dal vaqtida aloqalashib turish, sanksiya qurishning muhimligiga qo'shilgan. Davomli aloqalashib turish yo'llarini saqlab qolish deb tonigan. Krizisning oldini olish, krizisdan keyin bog'lab bekitishga qo'shilgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatgan. Kriz davrida bir taraf qilish sanksiyasi qurish, aloqa yo'llarini jungo Amerika aloqa yo'llarini davomli saqlab qolishga qo'shil. Ikki taraf prinsiplik fikr puristi yaratish. Amerika jungo o'rtasida prinsiplik fikr muhiti yaratish yoki puristi yaratish. Shuning bilan billa ba'zi xabarlarda bunday ko'rsatildi. Odamsiz aeroplan orollar va xodatashlar, ehtimol Janubiy dengiz bo'lishi kerak va hokazo. To'g'risidami so'zlashgan. Quroldan o'q chiqib ketishdan saqlanish. Bu yil Amerika tashabbuskor holda jungo bilan aloqalashdi. Buning ichida kishini cho'chitadigan ikki mazmunlar va kishini qiziqtiradigan hikoyalar bo'lishi mumkin. Mush aloqalashish Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning Shanxayni ziyorat qilishi buningda nurg'un ichki mazmunlar, hatto kishini cho'chitadigan va qiziqtiradigan hikoyalar bo'lishi mumkin. Xaritada belgilangan xalqaro havo yo'lidan qaraganda, agar Pompeo jungo bilan aloqa qilishni rad qiladigan bo'lsa, Vyetnam va Filippin orqali Washington qaytib kelgan bo'ladi. Oxirgisi ortiq jumla. Şuna men başta ettim vaziyet doğrusida, bu mavzu qandaq manda vatandaş, Joe Biden'ni g'alaba qildim deb paraz qildi. Donald Trump saylam texe oxirlashmadi deb ko'rsatdi. Amerika ovozi 11 ayning 8-kuni Xitoy tili programmasi.